İsrail'de bir odam 14 yoshidan ibodat qildi, 70 yil ibodat qildi. 70 yil ibodat qildi, 70 yil namoz o'qidi. 84 yoshga kirdi. 1000 oyni yuzini ko'rganda Alloh bir farishtasini endi bor sinagin, aytgin. Bu sinov. Ey falonchi, men Allohning elchisiman, farishtaman. Seni 70 yillik namozing qabul bo'lmagan va sen do'zaxiylardansan deb aytgan. Farishta keldi. Haligi 70 yil namoz o'qigan, 84 yoshda 1000 oyni yuzini ko'rgan odamga kelib, seni 70 yillik namozingni Alloh qabul qilmabdi va sen ahli do'zaxlardan ekansan deganda u odam nima dedi? Men qabul qiladimi, qabul qilmaydimi, yaratganimga namozimni tashlamayman. Men Allohni yaxshi ko'raman. Uni jannati, do'zaxini deb emas, Alloh meni yo'qdan bor qilganligi va menga shuncha nozi ne'matni vujud ato qilgani uchun Allohimga ibodat qilaman dedi. Alloh aytdi, ko'rdingmi ixlos bilan ibodatning ta'sirini? Ko'rdingmi? Ibodatning ta'siri insonning qalbini qanday poklab qo'yadi. Boshqasiga esa voy 70 yil o'qiganim bekor bo'ldimi? Bori boyag'iga ham qilmadim deb o'radi. Do'zaxga kirar ekanman, shuncha ish qilib, men bitta o'ynab qo'ya qolay deydi. Ba'zi insonlar bor, sal tagi qimillab qolsa namoz tashlab oladi. Pul yo'qda yig'lab, "Oy Xudo, domillar nima duoni o'qisam pul bo'ladi" deb kelishadi. Men u duoni o'qi, bunday qilgin, unday qilgin, 10 kun, 20 kun, 3 oy, 4 oy namozxon bo'lib qoladi, masjidlarga qatnab, birdan ish yurishadi. Alloh beradi o'shanga ham. O'zi bilib turibdi bu bandasini o'sha bu vagincha qilayotganini ham. Ketdi shunday. Ey birodarlar, bu dunyoning ishiga bunchalik Alloh rizoligida yaratganga muhabbat bilan, ixlos bilan ibodat qiling. Hamisha ibodat qiling. Qiyinchilikda ham, rohatda ham hammasida birday bo'ling. Alloh taolo egam sizga haqiqiy iymonning halovatini shunda bilasiz. Qarang, 70 yillik namozing qabul ekansan, do'zax ekansan dedi. Men Alloh uchun namoz o'qiyman dedi. Alloh buyurgani uchun men boshqasini bilmayman. Do'zax jannati deyotganim yo'q. Qabul qilyaptimi u yoq bilan ham men shu kundalik qarzim ekan. Men qarzni beryapman. Qarzni oladimi, olmaydimi o'zi biladi. Alloh aytdi, aytgin, jannatidir u bandam. Hisob behisob roziman u bandamdan dedi Alloh. Farishta aytdi, bu sinov edi. Sen tirik turganlardan, hali o'lmasdan turib, jannati degan nomni olganlardan